Do'stlar, sizlarga yana bir yashil uyni ko'rsataman. Ya'ni teflon nasos hamda quyosh panellikda ishlab turgan. Videoda esa sizlarning uyingizda necha kilovatli teflon nasos kerakligini nishab hisoblashni o'rgatib o'taman. Qani git klient o'zida quyosh panel o'rnatgan. Plus unda biza teflon nasos o'rnatib berdik. Bu 25 kilovatli L290 Klimat brendinde. Hozir esa endi ichini ham ko'rsataman. Eski отопление sistemasini ulab berganmiz. 48-45 gradus issiqlik berib turibdi. Endi men sizlarning uyingizda necha kilovatli issiqlik nasosi kerakligini o'rgataman. Qani tak misol uchun sizlarning uyingizni kvadrati 200 kvadrat, bu yerda to'cha uylarning balandligi 3 metr bo'ladi. 600 kub ob'yom bor edi. Ko'paytiramiz. O'tuplanlik darajasini beni 40 ga ko'paytiramiz normalda. Çıkan cevap 24.000 watt. Bu wattda çıktı demek. Sizlarning uyingizni 24.000 wattlık issiqlik talabi var ekan. 24 kilowatt bu issiqlik nasosini issiqlik berish quvvatida. Потребление undan bo'lmaydi. Undan 3-4 barobar oz bo'ladi. Misol uchun bu soatida 5 kilowatt tok rasxod etib. Lekin quvvati 25 kilowatt. Endi sizlar ham bilasizlar, issiqlik nasosini uyingizda necha kilowatt tanlash uchun birinchi uyingizni ob'yomini 45 ga, 40 ga, 50 ga ko'paytirsangizlar, sizlarga necha kilowattlik issiqlik nasosi kerak ekani kelib chiqadi.